Gaz vashi bomba bu yerga. 45 kvadrat narxi 37 ming, yana ozgina savdosi ham bor. Men bunaqa arzonlarni faqat podpischiklarim uchun topib qo'ydim. Adresni eshiting. Samkoch avtoni to'g'risida bulvar degan joy bilasizlar. Bulvarga o'xshaydigan joy. Ko'chani ustidagi domda mana shu 45 kvadratlik xonamiz Srochniga 37 ga sotilyapti. Mana bu bitta xonasi zali. Mana shu nima ko'ryapsizlar, hammasi shu yerga qoladi. Kattalar uchun bitta yotoqxonani ko'rsatamiz operator. Mana shu tashqari taraf eshikdan kirganda yevromontaj qilingan, garderob mana shu yerga shkofchalar qilingan. Bu yerga общий sanuzeli bor. Mana shu kattalar uchun yotoqxona. Qolni oyoq tagimiz parket bo'lgan, 90 divan, mebel shkoflarni va shu dahshat qilgan. Bu kattalar uchun yotoqxona, tashqari eshik, общий sanuzel, krashini eshiklarini yaxshidan qo'ygan. Mana shu dushovoy zona qilgan, rakovina unitas qo'ygan. Bu esa zal bo'ladi. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kuxnini ko'rsataman sizlarga. Kuxnimiz hava-sharoy bor, bitta mana shu yerga stranni qo'yish kerak. Bu yerda duxontani katyol turibdi, gazdan vashi bomba. Gazni bitta yaqinroq qilasiz. Gaz vashi bomba bu yerga. 45 kvadrat narxi 37 ming, yana ozgina savdosi bor. Samkoch avtoni to'g'risida ko'chani bo'yidagi domni pol podvaliga joylashgan. Trezalari mana shunaqa bo'ladi. Fortishga ko'rsatasiz. Ha, tashqari ko'rinib turadi.